bu tağning raqam g'arining siri hech oshkor bo'lmadi. Agar g'orga kirish mumkin bo'lgan bo'lsa, bu sir oshkor bo'lgan bo'ladi. Tağdan pastga tushgan heliq odam hayron qolarliq odam edi. Bu tushning ta'birini bilmayman. Ammo u g'orning bir nurliq joy ekanligi va uningda uxlayotganlarning muqaddas ulug' odamlar ekanligiga qilch shak qilmayman. Tushimda tağdan pastga tushgan odamni taniyman degudekman. Endi vaz nasihat qilishga yetarli ma'lumotga ega bo'ldim. Yo'q. Texi yetarlik emas, Filyos ustoz. Bu to'g'risida siz bilmasangiz bo'lmaydigan ko'p ishlar bor. Bizning uyga boraylik. Men sizga hammani aytib beraman. Av qabrini ko'rdingmi? Ha. Maksimilianning Helen ismli ayoli shu yerga dafn qilingan. Nima degan vafodor ayol? Vafotidan keyin u erini tashlab o'tmabdi. Philadelphia rayonining oqsoqli Adnan Mutran janoblar keldi. Mutran janoblariga salom. Teodos janoblarga salom. Mutran janoblari, xush kelibdilar. Qasrimizga barkat deb keldilar. Marhamat. Xo'sh. O'tiring. Quluqim silida. Shirkovning ahvoli qandayroq janobi Mutran? Anglashimcha, papa janoblarining toza mijozi yo'qmish. Shundaqmi? Papa janoblarining ahvoli bakqir emas, yaxshilanib ketadi. Men bu yerga uningdan muhimroq bir masala to'g'risida keldim. Nima muhim masala? Janob hokim din ishlariga ko'p ko'ngil bo'lmayotganda qiladi. Qaraganda qo'shin tartib silish va saltanatni idora qilish ishlari janoblarga xalqning din ishlari to'g'risida bir oz o'yinib ko'rishga fursat bermayotgan o'xshaydi. Bu gapcha papalarning vazifa ado qilishi mening mas'uliyatimkanda. Hokim janoblari, butparastlar maxfiy tashkilotlarni qurib, xalqning iymonini ojizlashtiryapti. Masalan, qanday ojizlashtiryapti? Shak shubha ijod qilyapti. Xristian sifatida cherkovlarga kelib, ajoyib g'aroyib savollarni so'rayapti. Qop yuraklik qilib, sapsatlarni to'qib chiqyapti va Allohning farzandlarini shaklantiryapti. Papaning hurmatli vakili Mutran, bu toza hayron qolarlik gap bo'ldi. Mening qo'limda nima ish kelsin? Shak shubhaga men emas, janobi Mutran javob berish kerak. Men faqat buni o'zlariga yetkazib qo'yishga buyurilgan edim. Janobi papa bu to'g'rida cho'qim biror chora ko'rilishi kerak deb jiddiy buyruq beribdimish. Anglashimcha, ular mushu yo'ldan qochgan ekan. Beshingizga diqqat qiling. Men bu yerni hamisha pokiza saqlayman. Balki ishonmasligingiz mumkin. Ba'zida bu yerda u yoqqa menib yuraman. Bu joyda boshqacha bir his tuyg'uda bo'laman. To'lim hayron qolarliq. Demak, ular bu yo'ldan qochgan desizlar. Ular osh zamonda bu yo'lni nimaga ishlatadigan bo'lg'aydi? Bilishimcha, zarur tepilganda ve xatarlik ahvollarda bu joy ishonchli qechish o'rni sifatida ishlatiladi.
O zamanlarda bu kitapxonam bormikan to'q? Bu kitaplarning ko'pinchisi shu zamondan qolgan kitaplar. Janobi Maksimilian intayin kitapxumar odamkanmish. Hayron qolarlik bu. Sizlar janobi Maksimilian to'g'risida ko'p narsalarni biladi ekanlar. O'ltiring. Uning Galus ismli bir xizmatchisi bor bo'lib, uning janobi Maksimilianga nihoyat bek muhabbati bor bo'lg'achqa, o'z xo'jasining sarguzashtlarining kichik-cho'ng hammasini keyingi avlodlarga tafsili so'zlab bergan ekan. Keyingi avlodlar, uningdan keyingi avlodlarga desizlar. Janobi Arios. Liza xanim keldi. Ali janob Ariosga salom. Allohning salimi sizlarga bo'lsin. Xush kelibsiz Liza xonim. Qani o'tiring. Ustozlarga salom. Salom ustoz. Marhamat, marhamat. Sizlarga salom qizlarim. Xush keldinglar qizlarim. Liza xonim bizning yaqin urug'-tuqqanlarimizdan bo'ladi. Men hamisha bu ayolni qizlari bilan chirkovda ko'raman. Rastini aytganda, men bularni endi mo'min qizlar deb qaramayman. Bularni deyishga to'limi xijilman. Meningcha Liza xonim xatolashayotgan bo'lsa kerak. Undaq degidek nima ish bo'ldi? Bilamdila. Men hayotimda hozir qadar bundaq parishon bo'lib baxmaganman. Ey muqaddas Maryam, o'zing yordam bergin. Nima ish bo'ldi Liza? Siz intayin parishon ko'rinasiz. Men qizlarimni kichigidan tortib mo'min xristian qilib tarbiyalashga kuch chiqardim. Ularni xohlaganligi odamlar bilan aralashqili qo'ymadim. Ammo yaqindan buyon nima desam bo'la? Yaqindan buyon bular kufrga yotadigan gap so'zlarni qilishyotdi. Yoki men shundoq o'ylab qoldimmi? Mush ishini deb o'zlaridan yordam so'rab keldim. Yordam qilgan bo'lsizlar. Qizlar nima ish bo'ldi? Kelinglar bu yerda o'ltiringlar. Qani aytinglar-chi, nima ish bo'ldi? Men hech narsa demadim ustoz. Men faqat do'stim mendan so'ragan savolni onamdan so'rsam, onam ranjib qoldi. Nimani xato qilganimni bilmadim. Hemşirem hamisha boshqalarga azor yetkazadigan va biz birga o'ynaydigan do'stlarimizning biriga Alloh seni qilgan mush yomon qiliqlaring sababli do'zaxga tashlaydi dedi. Unda heliq qiz do'zaxga yer turibdi. Jannat qayerda turibdi? Bularning hammasi yolg'on dedi. Biz mush savolning o'zini onamdan so'rdik. Bular mendan bu dunyodan boshqa yana bir dunyoning borligini nerdan bilamiz? Yoki biz o'lgandan keyin qayta tirildiganligimizni qandoq bilamiz? Hozirgacha o'likning tirilganligini barakim ko'rib beqib ekanmi deb so'rayotdi. Bundaq gaplarni nerdan o'rgandi deymi? Menga yordam qilinglar. Qaranglar. Bu shak shubhalarni balalar dunyosiga mep kiribdi. Shundoq umaq qizlarim. Mevlayimiz İsa o'liklarni tirildirgan bo'lib, buni hamma odamlar ko'rgan. Ammo buning ishini sizlarga nisbatan oson bo'lmasligi mumkin. Sizlarga boshqa dalillarni keltirgim bor qizlarim. Lekin sizlar ishonamsizlar yoki ishonmamsizlar? Qaranglar, aziz qizlarim. Agar jannat, do'zax, mukofot va jazo bo'lmaydigan bo'lsa, barliq hayotlik quruq va natijasiz bo'lib qoladi. Hikmatlik Allah bu dunyoning kattalik va tartibini faqat bir qancha kun tomosha qilish, ondan ularni vayron qilish, ondan yana ularning nobud bo'lganligini ko'rish uchun yaratmadi. Allohga sig'inib,
Bundaq behuda gap so'zlardan panoh tilaymiz qizlarim. Mening demoqchi bo'lganim, insonlarni yo'qdan barliqqa keltirgan ulug' Alloh uchun, yana shu insonlarni qaytadan tirildirish va ularni yangi hayotga ega qilish qiyin ish emas. Tushundinglarmi qizlarim? Men bu javoblar kishilarning zehnidagi bundaq savollar va shak shubhalarni o'chirib tashlamaydi deb o'ylayman. Faqat o'likning tirilganini o'z ko'zi bilan ko'rgan guvohchi yoki bir mo'jizalar bu shak shubhalarga javob bera olishi mumkin, ustoz. Shundaqmi? Bir uçum ablaqlar bilib bilmay kishilarning zehnida shak shubha ijod qilib, cherkov va xristian dinini kamsitib Meningcha bularning hammasi cho'qim ashu hakim Teodos va uning butparast mushovirlarining yetakchiligidagi ishlar. Papa bizga nimada? Buning hisobini qanday beramiz? Muhtaram janoblari. Biz papaning savoldan qo'rqishning o'rniga qiyomat kunidagi Allohning savol so'rashidan qo'rqsak yaxshi bo'lmasmi? Teodos bo'lsa iymonli odam. Ammo uning qo'lidan nima ish keladi? Balki menga o'xshash odamlarning ishboliyatlari xalq ommasining iymonini davolg'itib qo'ygan bo'lishi mumkin. Agar Teodos iymonli bo'lgan bo'lsa, butparast Heraklius uning qasrida nima ish qiladi? Herakliusni rimavatgan. U degan qo'shin qo'mondoni. Uni Teodos tanlamagan tursa. Hayron qolarlik bu. Filius ustoz nemishqa Teodosni himoya qiladi ekan bilmadim. Silimi yana. Men bu nima bo'ptiman? Kishilarni boshqalarning gadiniga patrishdan burun o'zlari to'g'risida mo kichikkin o'yinib qo'ysalar. Sizlar hozir qadar kishilar qilgan vaznasiyatlarning nasiga xiloflik qilmay baxtilar. Sizlarcho hozir qadar necha qatim kishilarning savollariga kuyimchalik bilan javob berib baxtilar. Va sizlar hozir qadar necha savolning javobini bilib, kishilarni qanoatlantirib baxtilar. Sizlar va men. Sizlar o'zlarining o'lgandan keyin qayta tirilish masalasida mushkullar yo'qmi? Bu to'g'riliq o'zlari uchun birarmi savol tug'ilmadimi? Kelinglar, bu ishda Allohdan yordam talab qilaylik. Allohga duo qilaylik. Bo'ldi qil Filius. Endi bo'ldi. Cherkovimizning papasi bizni bundaq haqoratliga tursa, boshqalar bizga nimada? Köplegen papalar bundaq şübhelik tabliqlardan azob chekyotidi. Nurg'ulg'an mu'minlarmi o'lgandan keyin qayta tirilish va dinning boshqa prinsiplari to'g'risida shakllanib qoldi. Bu ishga qo'l tiqayotgan kishilarning bu ishni nima uchun qilayotganligi bizga texicha oyon va oydin emas. İntayin aydın. Biz özümüzni bilmezlik silib aldık. Allah'a əgəşküşlər bilan şeytanğa əgəşküşlərinin o'tirsidagi jang hamisha bo'lib kelgan. Buningdan keyin bo'lib turadi. Ali janob Teodor, shaytonga əgəşküşlər nerede turibdi? Ularning ko'pinchisi xristian turib, shak ijod qilyotidi. Undaqda bu hammadan beter. Agar mu'minlar o'lgandan keyin qayta tirilish ishida shaklanib yursa, dindan nima qala? Shak qilib qolsa, hammaga tarqılıdı Ali janob. Bo'libmi, bizning maylimizga uyg'un keladigan shak o'lgandan keyin qayta tirilishga iymon keltirish uchun avval dunyo lazzatiga ko'zni yumish kerak. Bu insonning mayliga uyg'un emas. Papalar vakili Muhtaram bizga bir ish qilsanglar bo'ladi deb besim tushirayotdi. Ammo o'zi shuni bilmaydi. Butxonalarni zo'rlik bilan vayron qilib bo'ladi. Ammo qalblarni zo'rlik bilan bo'ysundirib bo'lmaydi. O'lgandan keyin qayta tirilishga iymon keltirishnimi kishilarga zo'rlab tang'ilib bo'lmaydi. Rostini aytganda, men janobi Teodosning o'zini nimish bilan mashg'ul qilib yurayotganligidan hayronman. İmperator 2. Diotisos hozir Konstantiyada Atila qo'shinining hujum qilib kelishidan ansirab yuriydi. Sizlar bo'lsizlar xalqning iymon to'g'risida so'zlab yuriydilar. Agar Atila g'alaba qilib qolsa, sizlar uning xalqi va xalqlarining iymoni to'g'risida o'ylangudek mamlakatni qammaydi. Gepimni obdan angla janobi Heraklius. Biz qo'shin tashkillash, lashkar tortish va yoki jang to'g'risida so'zlashib qolsak, sening ko'z qarashingni talab qilaylik. Endi chiqib ketsang bo'ladi.
Oliyjanob, uningga ko'p diqqat qilsizlar. İmansız odamlarning qo'lidan har qanday xiyonat va suiqasdlar keladi. U ba'zi chog'larda meni ranjitib qo'ydi. Ammo nimani degan bilan u bir jang odami emasmi, Barnabas? Shundoq oliyjanob, kerak yo'q. Men faqat ko'proq diqqat qilsizlar demoqchiman. Teodus padişahlık doğrusu başqatırışның орныға mələkut doğrusu başqatırvatıdı. Men dastlabtili uning Shamga hukmronlik qilish salohiyati to'g'risida shaklangan edim. Teodos hokim bo'lmay papa bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'larkan. Kartajlar bizni tahdid qilyapti. Agar Teodus bu to'g'rida başqatırmasa, biz başqatırışimiz kerak. Maqsadlari nima? Başqa maqsadim yo'q. Agar Teodus ishlarni o'rinlashtirish kifoya qilmasa, uning uchun biz ish berishimiz kerak. Teodosning kupay qilmaydiganligini qandoq bildilar? İmperatormu mushundaq so'zlarni qiladi. Sizlarcha uni kupay qilmamdi. İmperator itoat qilmaydi, faqat dabli qo'ydi. Ammo Teodos haqiqatan itoat qiladi. Men bu gap so'zlarni behuda deb qarayman. Hozirgi sifatlarning hech qaysisi Teodosning kupay qilmaydiganligini isbotlamaydi. Bu talash tortishning nima foydasi? Men faqat Teodus başqatılmagan ishlarga biz başqatırmasak bo'lmaydi dedim shu. Anladinglarmi? Mayli.
Uyg'un ola. Janobi Tilmiqa. Dinasus. O'rnidan tura. Yavanis. O'rnolardan turinglar. Do'stlarim, o'rnolardan turinglar. Can. Bedenim ağrıp gidiyordu. Putlarım nimindek ağrıydıgandı. Men şundak. Ay. Men nimiş ki bundak op kaldım. Vay belim. Oy. Oy. Putlarım bek ağrıvatıdı. Oy. Bunca arg'ulliq esqug'dak. Sodiq qanchalik uxlagandimiz. Sirtqa qara. Antonis, sirt qara. Antonis. Antonis, sirt qara. Hiç bilmedim. Demiş ki manganmaydigan deme. Bek hayron qolarlik qo bu. Bu yer nemancha ola o'zgarib ketgandi. Toshlar qaranglar. Nimiş bo'lgandi? Nim bo'lgandi? Bular nima? Bu taşlar bu yerda nimish qiladi? Qanday o'xshab ketdi bu? Biz etiganda bu yer kelgan chog'imizda bular yo'q edi. Ya'ni biz bilmay qolishimiz mumkinmi? İşçi kirib ketaylik. Söyümlük Maximilian, g'arning sirti bek o'zgarib ketibdi. G'arning eg'izini o'tchiblar va toshlar to'sibdi. Nima dedim? Sen texçi o'ygalmadingmi Katmir? Erteganda taş atqinimdan hozirgacha xafa bo'lib o'tamsan. Shundaqmi? Sizlarchi biz qanchalik uxlagandimiz? Kun qayrilibdi. Ammo men yarim kundan ko'p uxlamagandimiz deb o'ylayman. Menimcha biz buningdan ko'p uxlagandek his qilyapman. Bir kech kunduz uxlab, o'zimiz bilmay qoldikmi nima? Bilmedim. 2 soat uxlagan odamning buncha qo'sqa ichib ketmasi kerakdi-ku. Sizlarning qo'sqog'ingiz oshmadimi? Oshdi. Hozirgacha mening qo'sqog'im bundoq ichib boqmagan. Uyqun kelgan o'xshamamdi Katmir. Biz kelganda u yerda o taşlar yo'q edi. Avi o't cho'plarmi yo'q edi. Shundaq. Men bu bıçaqchi ko'rib boqmabdi ekanman. Biz bu yerda bir qancha muddat uxlagandek his qilyapman. Hamma narsalar o'zgarib ketibdi. Bir qancha muddat? Nima demoqchisiz? Bizning qanchalik uxlaganligimizni Parvardigorimiz obdan bilib. Üstübeşimiz nemanchalar to'pchang bo'lib ketdi. Bu to'pchanglar nereden keldi? Bek hayron qolarlik. Men bu yerga hozirga qadar bir qancha qitim kelgan. Ammo bu taşlar yo'q edi. Do'stlar, yemek-ichmakni qanday qilamiz? Ozuqlikni ko'proq ilib olgan bo'lsak-chi kashki. Hozircha bu yerdan sirtqa chiqish xatarlik. Men baray. Raqam kantiga berib, biroz ozuq-tulik olib kelay. Nihoyat yaxshi bag'in. Ammo ehtiyot qil, askarlar hozirgacha balkim bu yerga yetib kelgan bo'lishi mumkin.
Antonis, buni ilib ol. Kishilar buncha ko'p tomoqni nega opirdigandi deb gumonlanib qolmasin. Mendan zodil ansirmanglar. Hızlı qaytib kelma. Ansirmanglar, Allohga omonat. Ehtiyot qilgan Antonis. Kel Katmir. Arqamdan kel. Kel deymi? Bilmedim. Men nimishqa tashvishlangandiman. Antonisga bir xatar yetib qolmasa, Tashvishlanishing o'rinsiz emas. Men hamma narsani bek o'zgarib ketgandek ko'ryapman. Uningga bir xatar yetib qolmasili bo'ladi-ku. Do'stlar, Antonis qaytib kelgach sabr qilib turishimiz kerak. Kel Katmir. Kele, kele. Oy Xudoyim. Oy Xudoyim. Nimish bu? Nimish bo'lgandi? Raqim kenti bir kechida xarobilik aylanib qoldi-ku. Hayron qolarlik ish-ku bu. Nimish bu? Katmir. Bu qandaq ish? Katmir. Kel. Yo'q. Ali janoblar, raqim kenti vayron bo'libdi. Xarobilik aylanib ketibdi. Sen nima deyotganingni bilamsan? Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Yuringlar chiqib ko'rib boqaylik. Mayli. O yerda. Ana ko'rdinglarmi? Rost debdi. O kent xarobilikqa aylanib ketgandek turdi. Shundoq. U yer hech kim ko'rinmaydi. Kent butunlay vayron bo'lib ketibdi. Men yaqindan ko'rdim. U yerda bir odam yo'q. Xuddi arvohlar shahridek bo'lib qopti. Barliq tomlari va uylari vayron bo'lib xarobilik aylanibdi. Zodi nima bo'lgandi? U yani kim bunda qilib atgandi? Cho'qim Diokletianusning askarlarining ishi bo'lsa kerak. Nimish ularning ishi bo'g'idek. Balkim ular bizni qo'g'lab buyoq kelib, bizning biror yeb kuchimizni topolmagandan keyin xalqni azoblab, uylarini vayron qilib atgan bo'lishi mumkin. Agar birisi bizni ko'rgan bo'lsa, askarlarga xabar qilib qo'ygan bo'lsa, ular bu kentni shu sababli vayron qilib atdimi ya? Cho'qim boshqa biror ish yuz bergan bo'lsa kerak. Ammo nima ish yuz berganini Alloh o'zi biladi.
ishlarni aytib chekish. Hech narsa o'z joyida emas. Açlıqdan başqa heç iş joyida emas. Avval ochliqqa bir chora tepinglar. Qaysonlarning yenida tangi bor? Mening yenimda bir tangi bor. Qaraganda Antonis hammamizdan bayroq gel. Ha, taomni qayerdan kelamiz? Ha, Philadelphia odam ko'p shahar, qistonchilikda yo'shirinib yurib, yigidek bir narsa ip kelgili bo'ladi. Ammo bu intayin xatarlik. Chora yo'q. Unda qilmasak, ochliqdan tugishimiz. Ammo bizning qaysi birimiz shaharga kirib qolsa tutilamiz. Men baray. Hech kim meni tonimaydi. Pokiza taomni qayerdan elishni bilamsan? Bu bak muhim. Butparast va mushriklardan taom olmasligimiz kerak. Yo'q. Men buni bilmayman. Bo'ladi. Undaqda o'zim baray. Janob Maksimilian, siz bizning beshimiz. Xatarlik ahvollarda bizga yetakchilik qilmasalar bo'lmaydi. O to'g'ri deydi. Agar ruxsat qilsalar men baray. Ha, yo'q. Shar qancha xatarlik bo'lsa-mu choramiz yo'q. Men baray. Ondaqda o'zlariga bak diqqat qilsalar, sizlarni tonib qolmasin. Biz sizlardan ansirab qolamiz, janob Maksimilian. Tezroq qaytib kelsizlar. Qarong'i tushishdan burun qaytib kelishga tirishaman. Undaq bo'lmaganda kechada shaharda turib qolishga majbur bo'laman-da. Agar keyin qolsam, cheksiz tutilib qopti deb bilinglar. Ammo xotirjam bo'linglar. Ular mendan sizlar to'g'risida hech qanday gap olmaydi. Sizlar bu yerda rohat turaversanglar bo'laverdi. Alloh sizni o'z panohida saqlag'ay. Alloh amonat. Allah sizni o'z panohida saqlag'ay. Allah amonat. Allah sizni o'z panohida saqlag'ay. Aq yo'l bo'lsin. Shaharga sizning o'rinlarda men borgan bo'lsam cho'kashki. Janobi Maksimilian, o'zlarini asrasizlar. Alloh amonat. Bu kimning qavrisidir? Buni ko'rib baxmoqda ekanman. Yo'lni xatomadimmi ya? Yo'q, to'g'ri. Bizda shu yo'l bilan g'arg'i bordik. Ammo bu yerda daraxt yo'q edi. Ey Alloh, sana panoh tilayman. Bu joy bir qancha 100 yillik xarobaga o'xshab turadi. Bir kechining ichida buncha vayron bo'lib ketmasa,
bu yerda o'rmonlik yo'q edi. Bu daraxtlar qachon o'sgandi? Ammo bu hilqi yo'l shu'g'i. Nimancha g'alati formulani kiyib olgandi ular. Küçe canavar küçe. Bir az. Hareket kıl. Hareket kıl. Yok bo'lmaydi ki. Mana canavar. Mana. Takılıp bir yana kömey bu kadar. Yardım lazım mı? Allah sizge ecir ata qilg'ay. Bilmedim qaramamsiz. Nimishqa bundaq cho'ng qarizni ko'may, qandaq qilib yak tushib ketdim deyman. Hay Allah. Allah? Sen mi Hristiyanmı? He, bo'lmabdimi? Ha, yo'q, hergiz. Texi yaxshi bo'pti. Men sizga yordam beray. Men sizga yordam beray. Deganni tot. Ma'qul. Mana canavar. Mana medirla. Yana azroq. Medirla. Ha kuchi. Chiqayli deb qoldi. Mana canavar mana. Chiqay dedi. Oy, kuchi canavar. Allohga shukr. Allohga shukr. Bek yaxshi bo'ldi. Bek yaxshi bo'ldi. Yardım berganligingizga ko'p rahmat. Rahmat aytishingizning hojati yo'q. Dindoshlarimizga yordam berish bizning vazifamiz. Allohga omonat bo'ling qarindishim. Allohga omonat. Bu Philadelphia darvozasi emasmi? Amsini mishqimoncholar o'zgarib ketganda diqqat qilmasam bo'lmaydi. Agar askarlar meni ko'rib qolsa, cho'qim tutib oladi. Bu daraxt darvoza bo'yidagi mov ko'rik osti yo'llari. Men hech nimani tushunmay qoldim. Ko'rik osti yo'llarining ostidagi mavo alomatlar nimani bildirgandi? Bir kun ilgari bularning hech qaysi yo'q edi. Voy Alloh, men hech nimani tushunmay qoldim desa. Efendim, kechiring efendim. Bu şehrin ismi nima? Üstü beşinden qaraganda yaqyuqliqan chiqib turadi. Bu yer Philadelphia bo'ladi, Philadelphia. Philadelphia? Bu şehir uncha cho'ng emas edi. Zonus ibodatxonasi. Shahar darvozasi.
Ey Allah, bizni nima qilib qo'yding? Men pulingni berdim. Bermiding? Yo'q, men sening pulingni berdim. Sen yolg'on gap qilyapsan, pulimni bermiding? Men yolg'on gap qilmadim, pulingni berdim men. Pulimni bermiding? Pulingni berdim. Bermiding? Men sening pulingni to'liq berdim. Bu bermiding. To'xtanglar. Men qaranglar. To'xtanglar. Nima ish bo'ldi? Nima to'g'risida so'qishyapsizlar? Men uning pulini bersam, bana bermiding deydi. Yolg'on deydi, bermidi. Mening pullarim aniq sanoqliq. Xatolashmayman. U pulimni bermidi. Ha, men sening pulingni berdim. Muqaddas polis bilan qasamki, men sening pulingni berdim. Hazrati Isoning nomi bilan qasamki, bermiding? Berdim dedimmi? Berdim. Bermiding? Berdim, to'xtanglar. Pulingni berdim. Balkim bir joy qo'yib esingdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Sen bek yolg'onchi ekansan, bermiding? Yo'q, men sana berdim, men dalilsiz yolg'on gap qilmayman. Bo'ldi qilinglar. Bir-biringlarga bundaq bo'hton choplamanglar. İsa bilan qasam. İsa ibn Maryam. Men nima gap anglayapman? Bular tayini yo'q ishlar uchunmi ismini tilga ilyapti ya? Balkim bularning hammasi xristian bo'lib, bu yerda askar bo'lmagandan keyin Isoning ismini tilga ilishga jur'at qila olgan bo'lishi mumkin. Ey Alloh, menga yordam qilgin. Yaqindan beri butparastdan bosh ko'tarib qoldi. Biraz chiqib ularni to'sish kerak. Ha, shunday qilish kerak. To'g'ri, shunday qilib bo'lmaydi.